Akalar, sizlar uchun mashinamiz narxini sindirib qo'ydik. Assalomu alaykum akalar. Sotuvimizga Malibu mashinasi kelgan. Mashinamiz kraskalari absolyutniy top-toza. 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamiz yo'llarini ko'ringlar akalar. Mashinamiz yoni chiroyli holatda. Motor hadovoy zo'r, yurishlari zo'r holatda. Mashinamiz korobkasi mexanika korobka, lyuksus variantidan. 3-8 nomerlarga davrnislari bor. Kraskasini ko'rsating. Mana shu yerda ozgina petnosi bor, qolgan joyi top-toza. Salon holatlarini ko'rsating bir qator. Akalar, yaxshi monitorlar qo'yilgan, yumshoq sidinalarda, zavodskiy holatlarda akkuratniy saqlangan mashinamiz. Akalar, bu mashinamizning narxi sizlar uchun sindirib qo'ydik akalar. Akalar, motor holatini bir ko'ringlar, qiziqishga. Mashinamiz holatini qarang. Motor tiniq holatda, 1 gram yog' yemaydi. Mashinamiz propan reduktorlari bilan mana yaltillab turibdi. Mashinamiz holati zo'r. Akalar, sizlar uchun mashinamiz narxini sindirib qo'ydik. Biz bir harakatda, mehnat qilib, peshona ter qilib pul to'lgan odamlar ham mana mashinani minsin degan niyatda akalar, sizlar uchun 240 ming yurgan Malibu'mizni 8800 ga beraveramiz. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdo qilaverasizlar. Baraka topasizlar mashinada. Yaxshi kunlarga mininglar.